Oyi, bu yerga qanday kelib qoldingiz? O'g'lim uylanyapti. Bunday quvonchli voqeani eshitib kelmaymanmi? Voy, qara. O'g'lim kostyum-shimda qanday kelishgan yigit bo'pti. Boya eshik oldidagi yigitga men bu yigitning onasiman desam, ishonmaydi-ya. Tavba qildim. Oyi, uylanayotganim haqidagi xabarni qayerdan bila qoldingiz? O'zing aytchi, uylanayotganingni nega oldindan aytmading? Oyjon, ag'ir yo'l uzoq-ku. Sizni charchab qolmasin dedim-da. Yuring, sizga dam oladigan joy topib beraman. Ha, shoshma. Sizlarga 2 yoshga sovg'a tayyorlaganman. Mana, onang yangi matodan 2 juft oyoq kiyim tikib keldi. Bunisi senga. Ol. Bunisi esa kelinga. Yo'q, oyi, hozir qaysi zamonda yashayapmiz? Kim bunaqa narsa kiyadi? Olib qo'ying bularni. To'g'ri, shaharliklar zamonaviy kiyinishadi. Mayli, yura qolaylik. Yuring. Hay, shoshmay tur. Hozir, shoshmay tur. Mana buni ichida 50 ming bor. Ishlatarsiz. Olinglar. Asqotadi. Buncha pulni qayerdan oldingiz, oyi? Qishloqdagi uyni sotdim. Boshida shaharda uylanib oila qursam, sizni ham ko'chirib kelaman deganding-ku. Endi qishloqdagi uyni keragi yo'q deb o'yladim. Uni sotib pulini to'yingga ishlatsang yaxshi bo'ladi. Xo'sh, yaxshi ish qilibmanmi, a? Oyi, esiz joydami? Men hozir sizni ko'chirib kela olmayman-ku. Voy, to'g'ri. Endigina uylanding. Mendek kampir sizlar bilan yashash to'g'ri kelmaydi. Unda bunday qilamiz. Men shahardan ko'cha supuradiganmi, biror ish topaman. Sizlarga og'irligim tushmaydi. Aksincha, yordam beraman sizlarga, o'g'lim. Oyi, bularni o'ylamang. Tezda bu yerdan keting endi. Voy. To'y ichkarida bo'lyaptimi, o'g'lim? Tyumin, kim bu? Kelin. Men Haligi bu tilanchi ekan. Sadaqa so'rayapti. Tezroq jo'natib yubor. Kayfiyatni buzma. Mayli, sen bor, ichkariga kir. Men nega tilanchi bo'larkanman? Nega bunday qilyapsan? Sizga kelmang degandim. Nega keldingiz bu yoqqa? Hayotingdagi muhim kun bo'lsa, onang bo'lib turib, qanday kelmayman? Men biror ishni noto'g'ri qildimmi? Tushuntir. O'g'lim, tushuntirib ber. Nimadir noto'g'ri ish qildimmi? Oyi, sizga to'g'risini aytaman. Shanshanga siz haqingizda hech narsa aytmaganman. Agar Shanshan oilam qishloqdan ekanini bilsa, menga turmushga chiqmaydi. Mana bu omonat daftarchasini oling-da, tezda bu yerdan keting, oyi. O'g'lim, men samolyotda shoshib kelgandim. Seni to'yingga keldim axir. O'g'lim. Oyi. Mana bu 2000 pulni oling. Chipta olib orqangizga qayting. Men Shanshan bilan to'yni o'tkazib olay, keyin hammasini o'zim unga yotig'i bilan tushuntiraman. Siz hozir hech qachon kelmagandek bo'lib tezroq keting, xo'pmi, oyi? Iltimos. Oyi, shaharda oyoqqa turib olganimdan keyin albatta sizni ham olib ketaman. Sizni boshimda ko'taraman. Xo'p. Seni boshimda ko'taraman deganing shu ekanda, tilanchimi? Shu janoblari, u xolaning ma'lumotlari topildi. Haqiqatan ham 2004-yil 5-mayda otam aytgani bilan to'g'ri kelyapti. Tezda men bilan bu xola o'rtasida DNK testini o'tkazinglar. Xo'p bo'ladi. Shu janoblari, yana bir ma'lumot. Bu xolaning kichik o'g'li Menchimin bizning kompaniyani sho'ba korxonasida ishlar ekan. Bugun esa uni Bay oilasining qizi Bay Shanshan bilan to'yi bo'lyapti. Buyrug'imni yetkaz. Tyuminni bo'lim menejeri etib tayinlaylar. Undan tashqari 50 millionlik loyihani Bay oilasining kompaniyasiga beringlar. Bu mening to'y sovg'am bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Shu janoblari, yo'l yurib charchadingiz. Kiyimlaringizni almashtirib olmaysizmi? Ha, kerak emas. To'yga kech qolishim mumkin. Mashinani tayyorla, hoziroq Chutsi mehmonxonasiga boramiz. Yaxshi.